Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun bir mijozimizga 100 panellerini verdik. Dastlabki xizmatları ham bepul. Kimga qanday xizmatga kerak bo'lgan bo'lsa, bizga aloqa qilishimiz. Shamshiboy bozorida mana obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Xo'p, Aboy market yana bir ajoyib yangilik. Xudo xolasa, mana shu ko'rib turgan barcha aboylaringizni tez kunda skidkaga tushiramiz. Faqat aboy emas, lustralar ham tushadi. Agarda kimga aboy yoki lustra kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, yaqinda juda katta chegirma e'lon qilamiz.